O'sha klitorga tegib ketgani yoqadi. Terlab ketib uxlab qoladi. Analizmni siz boshqara olmaysiz. Iloji yo'q. Ursangiz ham nima qilsangiz ham boshqara olmaysiz. Analizmni orqasidan 10-15 talab bog'cha almashtirib yuradigan mamashalar keladi. Ko'rsatadi videosini. Ularniki boshqacha. Sizniki prosta mana oyog'ini mana bunaqa chalishtirib qichishadi, bezovta qiladi, o'shning hisobiga bo'lishi mumkin. Analizm bo'lganda edi, iyul oyida lecheniya qilganimizda yo'q bo'lib ketmasdi. Qilaverardi. U уже odat. U odat, tushunasizmi? Analizm уже bu odat. Yo выделение kelishi mumkin, yo qichishi bo'lishi mumkin, yo o'sha joyda qurish, yo parazitlarning hisobiga, gijalarning hisobiga, babi birinchi marta qo'lni o'sha yerga olib borish uchun ham o'sha narsani mana bunaqa ish qilyaptimi? Prosta oyog'ini. Oyog'ini qo'y. Terlaydimi yo'qmi? O'sha qarang, siz menga iyul oyida kelgan ekansiz. Undan keyin bola bu qilig'ini tashladimi yo'qmi? Tashadi. Yo'q bo'lib ketdi. Yana paydo bo'ldi. Mana ko'ryapsam, o'shaning uchun analizmda ko'proq kimdandir ko'rib olgan, ota-onasi oldida nimadir ishlar qiladi. Shunaqa shikoyatlar bilan keladi-da, ko'p kelinlarni masalan qaynona olib keladi, ota-onasi ko'zini oldida nimadir qilganda, o'shaning uchun bu narsa bilan bog'liq emas. Boladagi muammoni hal qilsangiz o'zi yaxshi bo'lib ketadi. Endi buni yoshida analizmni esdan chiqarish sal qiyinroq. 3-4 hali bana esini tanimagan qizchalar bilan ishlasangiz yengilroq-da buni yoshidan ko'ra. Tushundingiz? Bunga o'rganib qoladi-da o'zi qaytaraveradi. Xo'p, yana xuddi shunaqa iyul oyida kelgan ekansiz. Xuddi shunaqa lecheniya qilib ko'ramiz. Hozir sababini aniqlaymiz. Bitta nevropatologga ham ko'rsatib qo'yasiz. Yaxshi. Urolga kirib chiqdi. Urolga nega? Urolga nega? Unda nima bor? Endi bo'ldi. Yo'q. 1 yoshga to'lmay bo'lgan bunday. Mana hozir sinikiga turibdi. Qo'lni yopilgan edi. Iyulda ko'rganimda yo'qmidi? Chunki ochilib ana bo'laveradi. Ochiladi. Yo'q, bu hozir ochiladigan emas-da. Mana qarang, o'zi bu yopishib yotibdi. Xo'p, endi buni ochish kerak-da hozir. Keyin sizga men bitta estrogen anaqa yozib beraman. Krem yozib beraman. Buni ochmasangiz mana siydik yo'lini o'zi to'syapti, tepaga qarab yopilyapti-da bu joy. Yopib qo'ysa, o'shaning uchun bola siyganda qiynaladi. Buni oching, buni to'g'rilang, anaqangizni kremingizni yozib bering, bo'ldi. Men bolada analizm ko'rmadim. Siz ko'rsatgan narsa analizm emas.